Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz bulung o'ttirisiga bir qarab boqaylik. Darsga boshlashdan burun men so'zlab qo'yay. Bulung o'ttirisini turkchada ochi o'rtay deymiz. Ingliz tilida bisector deymiz. Bisector. Shunami? Unda bo'lsa, amaliyotda biz bu bulung o'ttirisini oldingi soat darslarimizda so'zlab bo'lgan. Ya'ni bulung o'ttirisi deganimiz bir bulungni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki kichik bulungga bölüp ötüdüğün, yani parçalı ötüdüğün müşta tüzsüzlükni biz nima deydik? Bulun o'ttirisi deydik şundami? Biz bu soatlik darsimizda bulun o'ttirisiga munosabatli bo'lgan 6 alaylikni ko'rib chiqamiz. Unda bo'lsa, birinchisiga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C deb bir 3 bulun bo'libdi şundami? Andan keyin bu yerdagi AD degan bu tüzsüzlük qaraydigan bo'lsak, bulun A ni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki kichik bulunga parçalı ötübdi. Shundami? Unda bo'lsa, AD degan bu tüzsüzlük bu yerdagi bulun A ning nimasi bo'ldi? Bulun o'ttirisi bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bu AD degan bu bulun o'ttirisi, shunami? Bulun A ning bulun o'ttirisi. Qarshi tarafdagi bu BC degan uzunlikni ikki parcha qilib o'tibdi, shunami? Ya'ni BD, CD deb. Andan keyin BD ning uzunligini B bilan, CD ning uzunligini D bilan ifodalabdi. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal tanasib yozyapti, shunami? Masalan, mushta bir tal 3 bulun bo'lsin, shunami? Bir bulunning bulun o'ttirisi qarshi tarafni ikki parcha qilib o'tgandan keyin bu bulunning ikki yon bilan, shunami? Tegidagi bu ikki parcha, ya'ni ikki qisqa parcha bilan bo'lgan bir nisbati bor ekan. Ya'ni A ni B ga bo'lgunim, C ni D ga bo'lgunimga teng debdi. Unda bo'lsa, navbatda biz buni bir isbotlab boqaylik. Qanday isbotlaymiz? Men bu yerdagi AD degan bulun o'ttirisini uzartsam, shunami? Bu bir tüz siziq bo'lg'ashqa uzartqili bo'ldi. Mana shunday uzartib etdim. Andan keyin qanday qilamiz? Bu A B ga parallel bo'lgan siziqdan birini C dan o'tkazib sizib olamiz. Bir tal siziq sizib olaylik. Mana. Unda bo'lsa, mening sizgan bu siziqimni men CE deb olsam. CE degan bu yerdagi A B ga parallel shunami? Men buni ma'qul shaklda ko'rsatib beray. Unda bo'lsa, bu ikkisi parallel bo'lgandan keyin shunami? Z shaklini chiqarib oldim. Unda bo'lsa, masalan, bu bulungni biz sita desak, bu bulungni sita bo'ldi. Shunami? Chunki birisi-birisiga teng. Andan keyin bu bulung sita bo'lamdi, albatta. Chunki bu ichki ta'tir bulung. Shundami? Unda bo'lsa, masalan, A, C, E degan bu 3 bulung qaraydigan bo'lsak, bu bulung sita bo'lsa, bu AC ning uzunligi bilan CE ning uzunligi teng degan gap. Unda bo'lsa, bu muqanda bo'ldi, C bo'ldi. Navbatda biz nihoyatda muhim bo'lgan bir narsani so'zlaymiz. Men bu yerga oldi bilan ikki tal parallel siziq sizay. Masalan, bu parallel siziqni biz D1 bilan ifodalaylik. Astiga yana buningga parallel deb qarab, men yana bir tal siziq sizib olaman. Masalan, buni D2 deb olay. Andan keyinchi men bu ikki tal parallel siziqimni shundami bir tal tuz siziq bilan shunda kesib bitkizay. Masalan, bu yerga yana bir tal sizay masalan. Mana. Unda o'z qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikki tal 3 bulun shakllandi. Shundami? Bu nuqtani A deylik, buni B deylik, kesishgan nuqtasini O deylik, shundami? Buni C, buni D deb olaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu ikki tuz siziq parallel bo'lg'ashqa, shundami? Agar bu bulun sita bo'lsa, bu bulun qanday bo'ldi? Sita bo'ldi. Agar bu bulun beta bo'lsa, bu bulunmu qanday bo'ldi? Beta bo'ldi. Chunki bu yerda bir ta'tir Z boshlanma. Beta ichki ta'tir bulun. Masalan, bu bulun alfa bo'lsa, bu bulunmu qanday bo'ldi? Alfa bo'ldi. Bununla o'xshash ikki tal 3 bulunning ichidagi 3 tal bulunlari birisi-birisiga o'zaro teng bo'lsa, biz bu 2-3 bulunni qanday nim deb ataymiz geometriyada? O'xshash 3 bulun deb ataymiz. Ya'ni bu yerdagi A, B, O degan bu 3 bulunni shunami yo'g'nitish orqali D, C, O degan bu 3 bulunga o'xshash bo'lgan bir 3 bulun hosil qilib olg'ili bo'ldi. Agar 2-3 bulun birisi-birisiga o'xshash bo'lib qolsa, bu yerda bir qanday, masalan, bu ikkisi o'xshash bo'lgan keyin shunami A, B ning uzunligini nimaga bo'lgunim? C, D ga bo'lgunim. Nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi A, O ning uzunligini O, D ga bo'lgunimga teng bo'ldi. Shunami? A, O ning uzunligini O, D ga bo'lgunimga teng bo'ldi. Andan keyin bu yerdagi B, O ning uzunligini nimaga bo'lgunimga? Bu yerdagi O, C ga bo'lgunimga teng bo'ldi. Masalan, bu 2-3 bulun o'xshash bo'lgandan keyin, masalan, bizga bunday bir savol chiqaray. Bu yer 1, bu yer 4 bo'lsin. Andan keyin masalan B, O ning uzunligi 2 bo'lsin. Unda bo'lsa, O, C ning uzunligi teng necha bo'ldi desa, avtomatik necha? Bir qarab 8 chiqarib etdim. Nima uchun? Chunki birini bu yerdagi 4 ga bo'lgunim, shunami? 2 ni bu yerdagi qanday, masalan, bu uzunlikni x deb olsam, 2 ni x ga bo'lgunimga qayshilashtirib ko'paytgandan keyin x dan necha? 8. Unda bo'lsa, buni o'rganib bo'lgandan keyin bu yerga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, A, B bilan CE parallel shunami? Bu yer sita bo'lsa, bu yer sita. Bu ikkisi qarama-qarshi bulun shunami? Bu yer alfa bo'lsa, bu yer alfa. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir ta'tir Z bor. Unda bo'lsa, masalan, bu beta bo'lsa, bu yer qanday bo'ldi? Beta bo'ldi degan gap. Demak, 3 bulun A, B, D bilan bu yerdagi C, D, E qanday
o'xshash 3 bulun degan gap. Unda bo'lsa bu munosabatni chiqarib ola olamiz shundami? Yana bu yerdagi A degan uzunlik nimaga bo'lginim? Bu C ga bo'lginim. Anandagi nimaga teng bo'ldi? B ni D ga bo'lginimga teng bo'ladi. B bo'lingan D. Tanasibning alayligiga asosan sirtidagi ichki turning ko'paytmasi, ichidagi ichki turning ko'paytmasiga teng shundami? Yana qaychilashtirib ko'paytgani bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerdagi BC ning o'rnini almashtirib o'tgani bo'ldi. Ya'ni A bo'lingan B teng C bo'lingan D deb. Unda bo'lsa men buni qanday bo'ldim? Navbatda isbotlab bo'ldim. Shundami? Yana bir misol beray. Masalan, 3 bo'lingan 6 deganim qanday? 4 bo'lingan 8 ga tengmi? Albatta teng. Yani 3 kere 8 neçe 24, 4 kere 6 24 şunama. Yani ki bunu kıskarsam 2'den 1, bunu kıskarsam 2'den 1. Bu yerdeki 4 bilen 6'nın oranını halanca almıştırıp gel buldu. Yani 3'ni 4'ge bölgünüm, 6'ni 8'ge bölgünümge teng ameliyatda şunama. Onda olsa biz bu alaydiligini ispatlap boğandan keyin bu keyinki ishki tal sualga bir qarab baqayli. Masalan, qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C deb bir 3 bulun bor ekan shunami. Andan keyin C, D degan bulun o'tirsa ekan. Ya'ni bu bulunga teng degan gap. Unda bo'lsa, shu mishiyadagi munosabatni ishlatib baqayli. 12 ni 6 ga bo'lganim shunami. A, C ning uzunligini A, D ga bo'lganimga teng. 12 ni 6 ga bo'lsam 2. Unda bo'lsa A, C ning uzunligi 2K bo'lgan vaqtda A, D ning uzunligi qanday K bo'lish kerak? 2K ni K ga bo'lsam 2 chiqadi. Shundami? Yana qaraydigan bo'lsak, AE degan bu tuzsiz, shundami? Bulun A ning nimasi ekan? Bulun o'ttirisi. Bu bulun bilan bu bulun teng debdi. Unda bo'lsa K ni 3 ga bo'lginim, 2K ni X ga bo'lginimga teng. Men bu munosabatni bir yozib olay. K ni necha 3 ga bo'lginim, shundami? 2K ni bu yerdagi X ga bo'lginimga teng. Tenglimining oldi keynidagi K'ni qisqartib versem shunama, ikkil tarafni K'ga bo'layotganimda bu yerda 2, bu yerda 1 qoldi. Qaychilashtirib ko'paysam X necha chiqadi? X 6 degan gap mana. Keyingi savol qarab baqaylimda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak ABC deb bir 3 bulun birib to'shnama, BD degan bulun B ning nimasi? Bulun o'ttirsa ekan. Ya'ni bu bulunga teng degan gap. Unda bo'lsa, K ni X ga bo'lginim shunama, bu yerdagi 3K ni 15 ga bo'lginimga teng bo'lamdi? Albatta. Bu munosabatni bir yozib olay. 3K ni 15 ga bo'lginim, K ni X ga bo'lginimga teng. Nima debdi? X ni toping shunama. Tenglimining oldi K ni qanday K ga bo'lib o'tganimda bu yerda 3 qoldi. Bu yerda çok 1 qoldi. Unda bo'lsa, bu yerdagi 3 8 qaychilashtirib ko'paysam shunami? 3 8 teng 15. Unda bo'lsa, X teng necha? 5 degan gap. Keyingi mazmun qarab baqaylimda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerdan bir tal 3 bulun birib to'shnama, A, B, C, andan keyin bu yerda yana bir tal bulun o'ttirsa bor ekan. A, D deb shunama. A, D degan bu tuzsizlik shunama. Bulun A ning nimasi? Bulun o'ttirsa, ya'ni bu bulunga teng degan gap. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal munosabat berib turishunama. Ya'ni bu yerdagi bulun o'ttirsa A, D ning uzunligini X bilan ifodalab turishunama. X ning kvadrati bu bulunninki ikki tarafı bo'lgan A bilan B ning ko'paytmasidan shunama. Qarshi tarafdagi C bilan D ning ko'paytmasini elib o'tganga teng bo'ldi ekan. Unda bo'lsa, biz buni bu soatlik darsimizda isbotlamaymiz, chunki buning isboti A, B, C dan o'tkazib bir chamber chizishga to'g'ri kelib qoldi. Bu mazmunni biz da o'rganmadik. O'rgangan vaqtda anandan isbotini chiqaramiz. Biz hozircha mushu formulani qanday oddiy yotlab olsak bo'ladi. Undaqda bu munosabatga asosan bu ikki savolga bir qarab baqayli. Bu yerda A, B, C deb bir 3 bulun bor ekan shunami. A, D degan bu bulun A ning bulun o'ttirisi ekan. Ya'ni bu bulunga teng degan gap. Bizden nimani so'rabdi? Bulun o'ttirisi A, D ning uzunligi bo'lgan X ni so'rabdi. Unda biz X ni tepishdan burun men bu yerdagi C, D ning uzunligini boshqa tepib olishim kerak. Shundami? Unda biz baytdan birinchi alaydilikka asosan 2 ni 1 ga bo'lginim, bu yerdagi 4 ni nima? C, D ning uzunligiga bo'lginimga teng. C, D ning uzunligini A deb olsam, 4 ni A ga bo'lginimga teng. Shundami? Qaychilashtirib ko'paytganimda 2A teng 4 unda bo'lsa A teng 2 degan gap shunami? A chiqdi. Unda biz X ni tepish osonmi? Intayin oson. Yana bu yerdagi X ning kvadrati shunami? 2 bilan 4 ning ko'paytmasi 2 ko'paytilgan 4 elingan 1 ko'paytilgan 2, 1 ko'paytilgan 2. X ning kvadrati teng 6. Unda biz X teng yiltiz osti 6 degan gap chiqarib oldim mana. Keyingi savol qarab baqayli. A, B, C deb bir 3 bulun bor ekan shunami? B, D degan bu bulunning nimasi? Bulun o'ttirisi ekan. Ya'ni bu bulunga teng degan gap. Unda biz oldi bilan bu yerni bir hisoblab olaylik. 9 ni 3 ga bo'lginim shunami? Bu 9 ni tegidagi 3 ga bo'lginim nimaga teng? Bu yerdagi 12 ni bu yerdagi masalan A deb olsam yana 12 ni A ga bo'lginimga. Undaq bo'lsa
Biz bunu qanday qayışlaştırıb köpaytganimda 9a teng 36. Unda bolsa a teng 4 şunama. A4 çıktı mana. Növbətdə biz bu yerdəki bulun o'ttirisi bo'lgan BD'nin uzunluğu x'ni hesablayalıyız şunama. Unda olsa x'nin kvadratı teng 9 bilan 12'nin köpəytmesi neçə? 108 elingan 3 bilan 4'nin köpəytmesi 12. X'nin kvadratı teng 96 şunama. 96 degan 16 köpəytilgan 6 degan gap. Unda olsa x degan neçə? 4 yıldız astı 6 şunama. Keyingi mazmun qarab baxaylı olsa qaraydigan bolsaq, bu yerdə bir bulun o'ttirisi beribdi shundami, nihoyat cho'ng hashamatlik qilib. Unda bo'lsa, masalan, bu yerda mushta bir to'p bulun bor ekan, oldi bilan shunda qarayli. Anan lekin bu bulunning bir bulun o'ttirisi bor ekan. A D desakmi bo'ladi yoki A E desakmi bo'ladi. Bulun o'ttirisi bo'lgandan keyin bu bulunga teng bo'ldi, shundami? Unda bo'lsa, bu alaydilikni men bir bayon qilib o'tay. Bir bulun o'ttirisining ustidan xalgan bir noktadan bu bulunning ikki tarafigacha bo'lgan araliq birisi-birisiga teng deb olamiz biz buni. Masalan, xalgan bir noktadan bulunning ikki tarafigacha bo'lgan araliq degan tik tushdi mushta 90 gradus shunama. Bu ikki araliq birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa, yana bu yerdagi CE'nin uzunluğu bilen bu yerdeki EG'nin uzunluğu birisi-birisiga teng bo'ldi. Bu ikkisi birisi-birisiga teng ve bunundan başqa AC bilen AG teng bo'ldi, AF bilen AB teng bo'ldi. Yana qaraydigan bolsaq, ABD bilen AFD bu ikkisi birisi-birisiga tamamen teng bo'lgan ikki tal 3 bulun. ACE bilen bu yerdeki AGE bu ikkisi mi birisi-birisiga tamamen teng bo'lgan ikki tal qanda 3 bulun. Yani bu bulun bilen bu bulun teng, bu bulun bilen bu bulun teng degan gap. Unda bo'lsa biz bulun o'ttirisining bu alayligiga asosan astidagi ikki tal savol qarab boqayli. Birinchi savol qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir bulun bor ekan, shunama B deb cho'ng bulun. Anan lekin BD deganimiz ekan, bu bulunning bulun o'ttirisi. Ya'ni bu bulunga teng degan gap. Unda bo'lsa, bu bulunning bulun o'ttirisi bo'lgan BD'ning ustidan bulunning bir tarafiga tik 90 gradus bir egizlik tushiribdi shundami? Unda bo'lsa, men bu D'dan o'tkazib, bulunning yana bir tarafiga 90 gradus bo'lgan bir egizlik düşersem, yani bununki aralığını mushta sizib olgan vaqtimda bu alaylik asasen bu ya 3 bolsa, bu ya neçi buldu? Evet, 3 buldu degan gap. Bu ya 7 bolsa, bu ya mu? Yani bunu men E deb olsam, BE'nin uzunluğu 7 buldu. Unda biz qaraydigan bolsaq, bu yerda bir tik bulunluq 3 bulun chiqdi shunami? Bu ya 3, bu ya 5 bolsa, CE'nin uzunluğu neçi buldu? 4 buldu. X'nin uzunluğu, yani BC'nin uzunluğunu tepang deb degan. X deganim 7'ga 4'ni qo'shayotgan getan shunami? Necha? 11 mana. Keyingi savol qarab boqayli. Qaraydigan bolsaq, ABC deb bir 3 bulun bor ekan shunami? AD degan bulun A'ning bulun o'ttirisi ekan. Bu bulunga teng degan gap. Unda o'zi bulun o'ttirisining ustidagi bir noktadan bulunning bir tarafga bir araliqni sizib beribdi shundami? Ya'ni tik 90 gradus tushidi araliq degan. Unda o'zi men o'xshash shaklda bulunning yana bir tarafiga mushta bir egizlik, ya'ni araliqni ko'rsatib bersam. Shundami? Unda bo'lsa, nima dedik biz baytdan? Bir bulun o'ttirisining ustidagi xalgan bir noktadan bulunning ikki tarafigacha bo'lgan araliq birisi-birisiga teng dedik. Bu ya 4 bolsa, bu ya 4 degan gap. Bu ya 6 bolsa, bu yerdeki bu uzunluq shundami? Men buni E desem, AE'nin uzunluğu 6, unda BE'nin uzunluğu 4 degan gap. Bu ya 90 gradus bolsa, bu ya 90 gradus 4. X neçi buldu? X deganim 4 yıldız astı 2 shundami? Biz buni tik bulunluq 3 bulunda nayt ko'p ko'rib ketdik. Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik olsa, qaraydigan bolsaq, bu yerda bir 3 bulun bor ekan shundami? ABD deb anandagi bu yerdagi bulunninki tashqi bulun bo'lgan. Yani DA shundami? Bu cho'ng bulunninki nimasini beribdi? Bulun o'ttirisini beribdi AC ekan. Anandagi qaraydigan bolsaq, bu yerdagi A, B, D, C bularning munosabatini beribdi shundami? A ni B'ga bo'lgunimiz nimaga teng bo'lgan? C ni C qo'shilgan D'ga, ya'ni BC'ning uzunligiga bo'lib o'tganga teng debdi. Unda bo'lsa, biz navbatda buni bir isbotlab boqaylik. Unda bo'lsa, bu munosabatni qanday isbotlaymiz? Men oldi bilan bu yerdagi D'dan o'tkazib, AC'ga parallel bo'lgan chiziqdan birini chizib olaman. Ya'ni mushta bir parallel chiziq deb qaraylik, shundami? Andan keyin masalan mana chizib oldim. D'dan o'tdi, AC'ga parallel bo'lgan bir chiziq, shundami? Unda bo'lsa, munosabatga asosan, ya'ni bu yerdagi bu bulun sita bo'lsa, bu bulunmi sita bo'ldi, shundami? Ya'ni bu ikkisi mushta parallel bo'lg'ashqa bu bulunmi qanday bo'ldi? Sita bo'ldi. Yana bir narsaga qarab boqaylik. Bu bulun bir yeyiq bulun, 180 gradus shundami? 180 gradusdan 2 sitani chiqarib olsam, bu bulunga teng bo'lgan shundami? Ichidagi bulunga. Unda bo'lsa, masalan, bu 3 bulun qaraydigan bo'lsak, men bu nuqtani oldi bilan E deb olsam,
AED degan bu 3 bulonun ichki bulon yig'indisi 180 gradus. Uningdan mu masalan sita deb 2 sitani chiqarayotgan vaqtimda shu bulonga teng bo'lamdi? Albatta. Undaq bo'lsa bu bulonmi sita degan gap. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi AED degan bir teng yonliq 3 bulon ekan shunami. Bu yerning uzunligi AD ning uzunligi A bo'lsa, AE ning uzunligi qanday bo'ldi? A bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa AB ning uzunligini B deb beribdi ekan. Unda bo'lsa BE ning uzunligi nimaga teng bo'ldi? B elingan A. Shundami? Qaraydigan bo'lsak, bizga bu yerda C qo'shilgan D deb beribdi shundami? Ya'ni CD ni bir 3 bulonda chiqarish uchun men navbatda qanday qilaman? Bu yerdagi B dan o'tkazib shundami? AC ga parallel bo'lgan chiziqdan yana birini chizib olamiz. Mushta chiziqdan birini chizib olay. Buni chizib bo'lgandan keyin bu yerdan C dan o'tkazib men AB ga parallel bo'lgan chiziqdan yana birini chizib olaman. Mushta C dan o'tkazib bir chizib olay shundami? Mana bu chiziqim nimaga parallel bo'ldi? Bu yerdagi AB ga parallel bo'ladi. Men bu nuqtani G deb olsam, shundami? Andan keyin bu nuqtani masalan H deb olsam, qaraydigan bo'lsak, AC bilan bu yerdagi EG parallel, shundami? AB bilan bu yerdagi CH parallel. Unda bo'lsa ACG bu yerdagi E degan bu bir parallel to'rt taraflik. Unda bo'lsa bu yerdagi CG ning uzunligidan bo'ldi, A bo'ldi, shundami? Andan keyin bu yerdagi CH ning uzunligi, ya'ni ACHB degan bu bir parallel to'rt taraflik. Unda bo'lsa bu yerdagi CH ning uzunligi nimaga teng bo'ldi? B ga teng bo'ldi, shundami? Andan keyin masalan 3 bulon, 2 tal 3 bulon bor bu yerda, birisi-birisiga o'xshash bo'lgan. Ya'ni CDG bu 3 bulon bilan, shundami? CBH degan bu 3 bulon birisi-birisiga o'xshash bo'lgan 2-3 bulon. Chunki bu 2-3 bulonda bu bulonlar birisi-birisiga o'xshash, shundami? Parallel bo'lgandan keyin masalan bu yer qanday beta bo'lsa, bu ham beta bo'ldi, shundami? Bu bulon bilan bu bulon qanday? Bu ikki bulonma birisi-birisiga teng. O'xshash 3 bulon bo'lgandan keyin biz munosabatni chiqara olamiz, shundami? Bu yerdagi A ni B ga bo'lib o'tganib, A ni B ga bo'lib o'tganim nimaga teng bo'ldi? C ni nimaga? C qo'shilgan D ga bo'lib o'tganimga teng bo'ldi degan gap mana. Bir qarabla qanday qilib o'tdik? Isbotini chiqarib o'tdik. Biz bu qoidani turkchada dish och o'rtay teorem deb olamiz. Uyg'ur tilida sirtqi bulon o'rtasi teorema deb ataymiz. Unda bo'lsa, biz bu isbotni chiqarib bo'lgandan keyin bu munosabatni shundami? Bu savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu bulonningki tashqi bulonning bulon o'rtasi AB ni beribdi, shundami? Andan keyin BD ning uzunligi bilan CD ning uzunligi teng debdi. Bu ya 2, bu ya x ekan. X ni teplang debdi. Unda bo'lsa, masalan, bu ikki uzunlik birisi-birisiga teng bo'lgandan keyin men bu yerni K deb olsam, bu yermi qanday bo'ldi? K bo'ldi, shundami? Bu munosabatga asosan 2 ni x ga bo'lganim, shundami? 2 ni x ga bo'lganim nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi BD ning uzunligi bo'lgan K ni, shundami? BD ning uzunligiga CD ning uzunligini qo'shib o'tganga teng. Ya'ni 2K ga bo'lganga teng. Unda bo'lsa, buni bir oddiylashtrsam, shundami? Asti-usti K qisqarib ketdi. Andan keyin bu yerda bir qoldi, shundami? Unda x ni tepish uchun x nimaga teng bo'ldi? 2 ni 2 ga ko'paytganga teng, 4 degan gap, shundami? Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 tal bulon o'rtasi beribdi, shundami? Masalan, mushta A, B, A, E deb bir bulon bo'lgan. Bu bulonning bulon o'rtasi AD bo'lgan, shundami? Bu 2 bulon birisi-birisiga teng. Ya'ni-chi, bu yerdagi AC deganmi? Bu bulonning cho'ng bulonning bulon o'rtasi ekan, shundami? Unda bo'lsa, masalan, men bu bulonni alfa deb olsam, bu ham alfa bo'ldi, shundami? Bu ya'ni beta deb olsam, bu ham qanday? Beta bo'ldi. Ya'ni alfa qo'shilgan beta necha? 180 gradus. Unda bo'lsa 2 alfa qo'shilgan 2 beta necha bo'ldi? 180 gradus. Unda bo'lsa men ikki tarafni 2 ga bo'layotgan vaqtimda alfa qo'shilgan beta 90 gradus. Nima degan gap? Ya'ni bu bulon amaliyotda alfa betaning yig'indisi, shundami? 90 gradus. Unda bo'lsa bu bir tik bulonli uch bulon degan gap. Unda bo'lsa tik taraf 5, 12 bo'lgandan keyin x necha bo'ldi? Biz buni bekchiq ko'rib ketdik, shundami? X dan 13 degan gap mana. O'xshash shaklda bu yerdagi bulonmi necha? 90 graduslik bir bulon, shundami? Ya'ni A, B, E degan bu 3 bulon bir tik bulonli 3 bulon. Unda bo'lsa, masalan, bu tik bulonli 3 bulonning bu tik bulon 90 graduslik bulondan pastga bir egizlik tushiribdi, shundami? AD deb. Amaliyotda biz buni oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan. Masalan, men bu yerga oddiylan bir tik bulonli 3 bulon chizib olaylik, shundami? Unda bo'lsa, masalan, buni bu yerga chizib oldim. Üstüdeki bulonni biz necha 90 gradus deb qaraylik. Unda bo'lsa, bu 90 graduslik bulondan pastga bir egizlik tushagan vaqtimda, shundami? Egizlik tushasa, masalan, bu yana A, bu yana B deb olsam, egizlik h bo'lsa, bu yerdagi h ning kvadrati
a köpeytilgen b dep körüp algan edik. Onda bolsa bu yerdeki 6'nın kvadraты nimege teң boldy? 2 köpeytilgen 4 şunama, yani qanda 4 2 degan gap. 36 teң 4 2 şunama, x neçe bolup ketdi? X teң 9 degan gap şunama. Keyingi mezmunumuz qarap baqaylı bolsa, qaraydigan bolsak, bu yerden bir 3 bulun berip turşunama ABD dep, andan keyin bu bulununki taşqi bulunun bulun o'ttirisini sizib berip turşunama AC ekan ve bu bulun o'ttirisining uzunluğu x depdi. Andan keyin bu yerda ABCD bulanın münasebetini berip turşunama, yani bu bulun o'ttirisi AC'nin uzunluğu bo'lgan x'ning kvadratı nimaga teng ekan? C ko'paytirilgan C qo'shilgan D shunama elingan AB depdi. Nima uchun buningga teng bo'ldi? Biz buni navbatda bir isbotlab baqayli. Qanday isbotlaymiz? Men bu yerdagi AB'ni shunday uzartaman. Uzartgandan keyin shunama bu bir tuzsuzlik bo'lgandan keyin xohlagancha uzarsak bo'ldi. Mesela bir başlap uzartib olay. Uzartib bo'lgandan keyin bu yerdan AG'ga teng bo'lgan bir siziqni chiqarib olamiz. Mesela bu nuqtani qanday men A deb olay, AE'nin uzunluğu bilan AD'nin uzunluğu birisi-birisiga teng deb faraz qilaylik. Andan keyin bu yerdagi C bilan I'ni shunday tutashtirma. Bu iki nuqtani tutashtirib bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, xuddi bu yerda bir olmos shakllik bir shakl chiqdi shundami? Unda bo'lsa bu shaklni men oldi bilan so'zlab qo'yay. Masalan, aldı bilen müşte bir tüzsüzlük sizlem şunama. Bu sızıqni men A, bu yani B deb alsam şunama. O'ttir müşte bir parça. Onda bunun o'ttirisidan 90 gradus bo'lgan bir sızıq tatib alayım yani. Mesela müşte bir 90 gradus bo'lgan bir sızıq tatib aldım. Tatib algandan keyin bu 4 nuqtani müşte tutaştırsam şunama. Mesela bu ikisini tutaştırdım. Andan keyin bu ikisini qanday tutaştırırız? Men bunu bayatdan 90 gradus deb algan. Andan keyin bunu qanday qilamiz? Tutaştırırız. Şunama. Bunu mu qanday qilamiz? Tutaştıramiz. Tutaştırib bo'lgandan keyin va yoki bu 90 gradus tushgan bu siziqning ustidan boshqa xohlagan bir nuqtani tutaştırsaqmi bo'ladi. Masalan, bu ye shunama, andan keyin qanday bu ye. Unda biz mesela qaraydigan bo'lsak, buni C, buni D, buni I deb olsam, bu yerdagi bu almos shakllik bu shaklning bir alaylığı var. Yani bu bulun bilan bu bulun birisi-birisiga teng. Sita bo'ldi. Andan keyin bu bulun mesela beta desem, bu ham beta bo'ldi. Mesela buni alfa desem, bu mu qanday alfa bo'ldi. Yani bu shaklning alaylığı. Unda bo'lsa, mesela bu yerdagi bu almos shakllik bu shaklda mu qanday bo'ldi? Yani bu yerdagi CD'nin uzunluğu bilan bu yemi qanday birisi-birisiga teng. Yani bu yemi C bo'ldi. Bu bulun mesela beta bo'lsa, bu bulun mu beta bo'ldi degan gap. Navbatda biz bu 3 bulun shunama B, C, I ga ustidan qaraydigan bo'lsak, biz buni ikkinchi alaylıkda ko'rib qo'ygan shunama. Yani bu yerdagi C, A qanday bo'ldi? Bu bulunniki bulun o'ttirisi bo'ldi. Unda bo'lsa bulun o'ttirisi bo'lgan CA'ning uzunluğu x'ning kvadratı nimaga teng bo'ldi? Biz bayatdan ko'rdik. Bu yerdagi ikki tarafga shunama bu bulunniki ikki tarafiga nimaga yana C ko'paytirilgan C qo'shilgan D'dan shunama bu bulun o'ttirisi qarshi tarafni ikki parcha qilib etgan shunama. Yani bu uzunluq bilan bu uzunluqning ko'paytmasini elib etganga teng deb. Unda bo'lsa mesela bu uzunluq A bo'lsa, bu ya A bo'ldi shunama. A ko'paytirilgan B. Shunama biz buning isbotini chiqarib oldik mana degan gap. İsbotlab bo'lgandan keyin biz bir qancha tal savol ko'rib baqaylik bo'lsa, masalan qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal savol beribdi shunama. Unda bo'lsa masalan ACD deb bir 3 bulun bor ekan. Bu bulunniki sirtqi, ya'ni tashqi bulunning bulun o'ttirisi x ekan shunama. Unda bo'lsa biz buni baytdinki qana 3-qoidamiz bitta oldida shunama. Qaydını yeni bir ko'rib o'taylik. Mesela mush qaydaga asosan qanday bu yerdagi A ni B ga bo'lgunim, C ni C qo'shilgan D ga bo'lgunimga teng shunama. Unda bu qaydaga asosan 4 ni 5 ga bo'lgunim, 4 bo'lingan 5 nimaga teng bo'ldi? Men bu yerdagi CD ning uzunligini A deb olsam, 12 shunama bo'lingan 12 ga qo'shilgan A. Unda bo'lsa buni qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimda shunama 5 kere 12 necha 60, 4 kere 12 48 qo'shilgan necha 4A. Unda bo'lsa A teng necha 3 bo'lib ketdi degan gap shunama. Yani bu yana necha bo'lgan? 3 bo'lgan. Navbatda biz x ni topa olamiz. Albatta topa olamiz shunama. X ning kvadrati deganim bayatqi alaylik asosan bu yerdagi 12 ga 12 qo'shilgan 3 ni ko'paytib shunama 12 ko'paytirilgan 15 elingan 4 kere 5 necha? Yani 4 ko'paytirilgan 5. Unda x ning kvadrati deganim 12 ga 15 ni ko'paytsam 180 shunama elingan 20 tanesi buldu 160. Onda x degenim 16 ko'paytirilgan 10 buldu bu shunama 4
yıldız astı 10 bo'lib ketdi degan gap. Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABD deb bir 3 bo'lon berib tashlama. Bu bo'lonniki sirtqi bo'lonning bo'lon o'ttirisini beribdi. Bu yerda qanday AC ekan shunami? Unda bo'lsa biz buni baytdan ko'rib boldik 3-qoidada. Ya'ni bu yerdagi buni AB'ning uzunligini men A deb olsam, 3ni A'ga bölgünüm. Nimaga teng bo'ldi? 4ni 4 qo'shilgan 4 ga bölgünümga. Shunami? 4 bölüngen 4 qo'shilgan 4. Unda bo'lsa, biz buni qaychilaştırib ko'paytgan vaqtimizda shunami? 3 ko'paytirilgan 8 necha? 24 teng necha? 4A. Unda bo'lsa, A teng necha? A teng 6 degan gap. Ya'ni bu yer 6 chiqdi. Shunami? Unda bo'lsa x'ni qanday topamiz? Bu yerdagi x'ning kvadrati, shunami? Unda bo'lsa 4 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 4. Yani 4 ko'paytirilgan 8 elingan 3 kere 6 necha 18. Shunami? X'ning kvadratidan 32 elingan 18. X'ning kvadratidan necha 14. Shunami? Unda bo'lsa x'dan yıldız astı 14 degan gap. Qani bizga x'ni so'rab turgan shunami? Ya'ni AC'ning uzunligi bo'lon o'ttirisining uzunligi. Unda bo'lsa x'dan yıldız astı 14 degan gap. Keyingi mazmun qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, shunami? İç sırt çember, yani bu soatlik dersimizdeki en muhim bir alaydilik deb qarasak bo'ldi. Unda bo'lsa tafsili bir qarab baqaylik. Nima debdi? İç aç o'rtayların kesim noktası shunami? İç teğet çemberin merkezidir debdi. Unda bo'lsa mesela bu yerdagi bu 3 bo'lonni, bir tal 3 bo'lon berib turishnaman. Men buni ABC deb olay. Anandan biz amaliyotda biz buni oldingi soat dersimizde, yani üçgende açılar 3 bo'londagi bo'lonlar degan mazmunni o'rgangan vaqt o'rganib bo'lgan. Bir 3 bo'londa shunami? 3 tal bo'lonning bo'lon o'ttirisi 3 bo'lonning ichida bir noktada kesishidi deb o'tib ketgan edik. Amaliyotda bu alaydi bir nokta. Yana qanda mushta bir 3 bo'lonniki ichini qirib o'tib ketgan. Shunami? Teğet çember qani? Teğet çember degan mushta 3 tal tarafni qirib o'tib ketgan bir çemberning merkez noktası bo'ldi. Yana bu yerdagi qaraydigan bo'lsak, AO degan bu bo'lonning, CO degan bu bo'lonning shunami? BO degan bu bo'lonning nimasi? Bo'lon o'ttirisi. Uningdan sirt bu yerda yana nihoyat muhim bo'lgan bir narsa. Biz nima dedik? Bir bo'lonning bo'lon o'ttirisining ustidan xalgan bir noktadan shunami? Bo'lonning ikki tarafgacha bo'lgan oraliq birsi-birsiga teng dedim. Unda bo'lsa, masalan, bu yerdagi AO degan bo'lon o'ttirisi bo'lgankin, buning ustidagi O degan noktadan shunami? Bu tarafgacha bo'lgan oraliqni men mushta sizga olay 90 gradus tushidi shunami? Oraliq degan. Unda bo'lsa, masalan, bu oraliq bilan men buni boshqa qilib chizsam, bu oraliq birsi-birsiga tengmi? Albatta birsi-birsiga teng bo'lishi kerak. Bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus. Andan keyin yana qaraydigan bo'lsak, CO degan bu bo'lonning bo'lon o'ttirisi. Bir bo'lonning bo'lon o'ttirisining ustidan xalgan bir noktadan bo'lonning ikki tarafgacha bo'lgan oraliq birsi-birsiga teng. Unda bo'lsa, bu yerda masalan 90 gradus tushirgan vaqtimda. Masalan, men buni shunami? Bu uzunlikni A, buni B, buni C deb olsam, bu üççü ameliyatda ABC birsi-birsiga tengmi? Albatta birsi-birsiga teng. Bu ameliyatda nima bo'ldi? Çemberning, shunami? Bir çemberning merkez noktasidan çembergacha bo'lgan oraliq nima bo'ldi? Radius. Ya'ni ABC bu çemberning ameliyatda radiusi bo'ldi degan gap. O'ng tarafga qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? Diş aç ortayların kesim noktası shunami? Diş teğet çemberlerin merkezi debdi. Yani bu yerda bir tal 3 bo'lon bor ekan, A, B, C. Unda qaraydigan bo'lsak, AO degan bu bo'lonning bo'lon o'ttirisi shunami? Andan keyin nihoyat muhim bir narsa bor bu yerda. Bu bo'lonniki sirtqi bo'lon. Bu bo'lon shunami? Buningki bo'lon o'ttirisi BO. Yani bu bo'lonniki sirtqi bo'loni nima bo'ldi? Bu bo'lon. Buningki bo'lon o'ttirisi CO. Yani bu yerdagi bu 3 tal bo'lonniki shunami? Bu bo'lonning bo'lon o'ttirisi bilan bu ikki bo'lonniki tashqi bo'lonning bo'lon o'ttirisi O2 degan bu noktada kesishdi. Bu alayda bir nokta. Qanday bo'ldi? Bu 3 bo'lon ABC'ninki nima bo'ldi? Diş teğet çemberniki merkezi. Yani teğet çember, ben bunu bir yerde yeni bir söz yapayım. Mesela muşta bir tal 3 tal taraf olsun. Şunama bir taraf, iki taraf, 3 taraf. Onda olsa teğet çember degan qanday çember bo'ldi? Faqat qanday muşta qirib o'tib ketadigan muşta çember. Yani tiga tegmas o'tib ketadigan çemberni biz nima deymiz? Teğet çember deymiz. Agar bir tarafga bunda kesishib qolsa, bu kesishib qolgan bo'ldi. Bu faqat qanday kesishgan noktasi bormi? Albatta bir tal bor. Tigib o'tib ketadi. Mishadan bir tal nokta bor, mishadan bir tal nokta bor. Tiga tegmas o'tib ketgan çemberni biz teğet çember deymiz. Yani qirib o'tib ketgan çember. Unda bo'lsa, buningki bo'lon o'ttirisi, buning tashqi bo'lonning bo'lon o'ttirisi, bu bo'lonning tashqi bo'lonning bo'lon o'ttirisi shunami? O2 bu 3 bo'lon ABC'ninki qanday
sirtqi shunama işte tät çemberning nimasi bo'ldi ekan? O ishki degan markazi bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa biz nima dedik bu aytdan? Bir bulongning bulong o'ttirisining ustidan shunama xolgan bir nuqtadan bu bulongning ikki tarafgacha bo'lgan orliq birsi-birsiga teng dedik. Unda bo'lsa men bu orliqni bir sizib olay. Qanday 90 gradus tushidi shunama. Sizgan nuqtamda mana bu orliq bu yer 90 gradus, ana ikinchi bu yermi? İşte bu tarafga bir egizlik yani orliq tusharsam shunama. Bu ikkisi birsi-birsiga tengmi? Masalan, bu uzunluqni A, bunu B desem, albatta A bilan B mi bu yerda birsi-birsiga teng bo'ldi. Chunki A, B degan bu yerdagi dish tät chemberining nimasi? Radiusi shunama. Ya'ni chemberining markazidan chembergacha bo'lgan orliqni ko'rsatib beradi amaliyotda. Unda bo'lsa, biz bularni o'rganib bo'lgandan keyin bir qancha savol ko'rib boqaylik. Nima debdi bu yerda? Qaraydigan bo'lsak, bir ABC deb bir ish bilan bo'lgan shunama. O ich tät chemberining markazi debdi. Ya'ni bu yerdagi bu O shunama, bu 3 bo'lonniki ich tät, ya'ni ichini qirib o'tib ketgan bu chemberning nimasi ekan? Markazi ekan. Unda bo'lsa, bu markaz bo'lgandan keyin bir qancha alaylik bor bu yerda. Oldi bilan qoidalarni bir so'zlataylik shunama. BO ni tutashtirdim. Bu yerdagi qanday CO ni tutashtirdim. Qanday alayliklar bor? AO BOCO degan bu 3 bo'lonniki bulong o'ttirisi shunama. Bu bulongga teng, bu bulongga teng, bu mu buningga teng. Ana ikinchi masalan bu yerdagi CO degan bu bulongning bulong o'ttirisi bo'lgan keyin shunama. Bir bulongning bulong o'ttirisining ustidagi xolgan bir nuqtadan bulongning ikki tarafgacha bo'lgan orliq birsi-birsiga teng degan edik. Unda bo'lsa bu yerdan 90 graduslik mishda bir egizlik tushirma, bu yer tik tushdi shunama. Unda bo'lsa masalan bu yer R bo'lsa, bu yer R bo'ldi. Bu yer 6 bo'lsa, bu yerdagi men I deb olsam, CI ning uzunluğu 6 bo'ldi shunama. Unda bo'lsa AE ning uzunluğu necha? 4 degan gap. Mesela qaraydigan bo'lsak, ACD degan tik bo'lonliq 3 bo'lon. Bu yer 10, bu yer 6 bo'lsa, AD ning uzunluğu necha? 8 bo'ldi shunami. Buningdan tigidagi R ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu yerdagi A O'ning uzunluğu 8 elingan R qoladi. Bizdan nimani so'rabdi? R teng necha debdi shunami. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, E, O degan bir tik bo'lonliq 3 bo'lon shunami. Bu yer 90 gradus, ikki tal tik taraf, bu yer 4, bu yer R. Bu taraf yan tarafçı 8 elingan R. Unda olsa biz bu yerden münasebetini çıkarıp alayımız şunama. 4'nin kvadratı koşulgan R'nin kvadratı teng yan tarafının 8 elingan R'nin kvadratı. Bunu yeşken vaxtında R çıkıdı. Yani 16 koşulgan R kvadrat şunama teng 64 elingan 16 R koşulgan R kvadrat. Unda olsa R kvadrat yo'qolib ketdi shunami. 16 R ni bu tarafga o'tkazgan vaqtimda buni bu yerga yazay. 16 R teng 64 dan 16 ni ilsam 48. Unda bo'lsa R teng necha? 3 degan gap mana. Yana bir qancha savol ko'rib boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkita savol bor ekan shunami. Nima debdi? Bu yerdagi I degan bu nuqta shunami. Bu nuqta dish tät chemberining markazi debdi. Yani bu 3 bo'lonning ABC'ning shunama dish tät chamber, yani sirtidagi qirib o'tib ketgan mushtabir chamberning markazi ekan. Unda bo'lsa bu yerdagi aksini tepang debdi. Oldi bilan bu dish tät chamber deganning alaydiligi qanday bo'ldi? Bu nuqta shu chamberning markaz nuqtasi bo'lsa, bu qanday I degan bu siziq shunama bu siziq, yani bu bo'lonning nimasi? Bo'lon o'ttirisi degan gap. Unda bo'lsa CI degan bu siziqmi? Bu bo'lonning nimasi? Bo'lon o'ttirisi, yani bu yer sita bo'lsa, bu yer sita bo'ldi degan gap. Yani bu mu, BI mu qanday? Bu bo'lonningki sirtidagi bu bo'lonning nimasi? Bo'lon o'ttirisi. Masalan, bu yer beta bo'lsa, bu bo'lonmi beta bo'ldi degan gap. Yana masalan bu nuqtani men O deb olsam shunama, CAO deb mushtabir 3 bo'lon bo'lsa, bu bo'lonningki bu bo'lonni qanday? Masalan biz alfa deb olsak shunama, bu bo'lonningki sirtqi, ya'ni tashqi bo'lonning bo'lon o'ttirisi mushtab tushgan vaqtda bu yerda bir munosabat chiqdi shunama. Ya'ni bu yerdagi 4 ni 8 ga bo'lgunim, 4 ni 8 ga bo'lgunim nimaga teng bo'ldi amaliyotda? Bu yerdagi x'ni shunama, x qo'shilgan 5 ga bo'lib o'tganga teng deb biz oldingi 3-qoidada ko'rib bo'ldik. Unda bo'lsa buni bir qaychilashtirib ko'paytirib shunama chiqargan vaqtimda 8x teng 4x qo'shilgan 20. Shunami ikkala tarafdan 4x ni olsam 4x teng 20. Unda bo'lsa x teng 5 degan gap mana. Biz faqat bu yerda dish tät chemberining markazining nima ekanligini bilib olsak bo'ldi. Yana bir savol ko'rib boqaylik bo'lsa, qarab boqadigan bo'lsak, 3-chi savolda nima debdi? Bu
Bu yerda A şunama iç teğet çemberinin merkezi depti. Yine qaraydigan bolsak, bu yerdeki A şunama muş 3 bulun ABC'ninki 3 tarafını içinden qırıp ötep ketken muşta bir çemberinin merkezgen. Biz əməliyyatda bayıtdan qırıp boluq şunama. Bu merkez bilen ABC 3 noktunu tutaştığan vaxtımda qanda buldu. Bu yerdeki A, O bolsun, B, O bolsun, C, O bolsun. Bu üçlüsü bu üç dal bulunun nimesi? Bulun otursu buldu. Şunama. Onda olsun mesela bu bir çemberin merkezi bolğan iken əməliyyatda A degen bu sızıq, yani bu bulununki, yani çoğun bu bulunun nimesi? Bulun otursu. Onda olsa bu iki bulun birisi tən degen gap. Yani bir yerde AD degen Türkçenin buldu açı ortaya şunama. Yani bu bulununki bulun otursu buldu. Bu bulununki bulun otursu bolğan iken şunama bu pəs küçüpdü. BC'ni iki parça qılıp bu ya 2 bu ya xgen. Onda olsa biz bunun birinci qaydamızda körəp bolduq şunama. 4'ni 2'ye bölgünüm şunama bu yerdeki 8'ni x2 bölgünüm giden. Qayçılaştırıp köpəysəm 4 x'ten 16 x'ten netçe 4 degen gap intayın addi tez çıxıb etkili buldu. Biz faqat bu xil tipdeki suallarını işləşdə diş teğet çemberinin iç teğet çemberinin ne ekanligini bilib bilishimiz kerak şunama. Yeni bir xulosalashim şunama diş teğet çemberi yani sırtını qırıp ötep ketken muşta bir çemberinin merkezi. Bu merkez qanday şekilde bu bulununki bulun oturisi şunama. Bu iki bulununki taşqi bulunun bulun oturisi kesiş arqılıq. Yani bu üç dal bulun otura şunama kesiş arqılıq bu yerde bir çemberininki merkezi hasıl buldu. İç teğet çember merkezi degen bu əməliyyatda muşta bir üç bulunun şunama üç tarafını qırıp ötep ketken muşta bir çemberinin merkezi. Bu merkez qanday şekilde bu bulun, bu bulun, bu bulun. Bu üç bulunun bulun oturusunun şunama üç bulunun içinde bir noktada kesişi arqılıq bu yerde bir merkez hasıl buldu. Yani bu merkez hasıl oldu degen gap əməliyyatda biz bunu bir yerde yeni bir sizləsəm şunama bu iç teğet çember merkezi depəsə eğer biz bunu B bilen anadaki bu merkezini qanda C bilen bu merkezine A bilen tutaştığan vaxtımda mesela bu sita bolsa bu sita şunama mesela bu beta bolsa bu beta anadaki mesela bu bulun alfa bolsa bu yani alfa degen gap. Yani bu üç dal sızıq nimesi buldu. Bu bulunun nimesi bulun oturusu şunama. Unda bolsa qaraydigan bolsaq məzmunlarımız axırlaşıb duruşunama. Bugünkü dərsimiz bulun otursa müşiyada axırlaşdı. Həmmənlərə köpdən köp rəhmət.